Assalomu alaykum. Tasavvur qiling, siz bir traderga investitsiya sifatida $10,000 depozit berdingiz. Birinchi oylarda 5-10% foyda olishlikka ham uspet qildingiz. Lekin bozorda keskin tushishligi sabab siz bergan depozit coinlarda yuqorida muzlab qoldi. Tabiiyki bu holatda savol tug'iladi. Ya'ni yuqorida qilingan zararlarga kim javobgar? Tradermi yoki investor? Ko'pchilik aynan mana shu joyda xato qiladi. Ya'ni trader bilan investorning o'rtasidagi kelishuv aniq bo'lmaydi. Aslida esa bu masala islomiy iqtisodda aniq tushuntirib berilgan. Bu kelishuvlar muzoraba deyiladi. Bugun aynan mana shu mavzular bo'yicha gaplashamiz. Muzoraba nima degani? Traderning pozitsiyalari qayergacha va investorning chegarasi qayergacha va bozorda qilingan zarar kimning bo'ynida bo'ladi? Bu savollarga nazariy jihatdan javob beraman. Videoni boshlashdan avval o'zim haqimda qisqacha ma'lumot bersam. Ismim Yusuf, kripto sohasida 4-5 yildan beri faoliyat yuritib kelyapman va hozirgacha 10 ga yaqin investorlar bilan ishlaganman va ishlab kelyapman. Agarda sizlarga natijalarim qiziq bo'lsa, albatta Telegram sahifam orqali kuzatib borishinglar mumkin. Xo'p, muzoraba nima degani? Muzorabada sherikchilik bilan ishlashlik nazarda tutiladi. Bizning tilimiz bilan aytganda, investor bilan trader o'rtasidagi kelishuv muzoraba shartida bo'lishligi kerak. Ya'ni bir tomon faqat pul beradi, ikkinchi tomon faqat mehnat qiladi. Shu orada foyda zararlarni ham aniq kelishib olishligi kerak. Hozirgi vaqtda traderlar soni keskin ko'payib ketgan. Razgonchilar Forexda, Futuresda ishlaydiganda bular 90% risk va 10% foyda evaziga savdoga kiradi. Kriptoda buni aksi. 10% risk va 90% foyda evaziga savdoga kiramiz. Bu yerda xoh Forexchi bo'lsa, xoh kriptochi bo'lsin, tajribasiz bo'lsa, bor depozitlarini bozorda silib qo'yishligi ehtimoligi juda yuqori. Eslatma o'rnida Forex va Futures yo'nalishlari shariy jihatdan joiz emas. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu sohada zarar qilishlik ehtimoligi yuqori. Shu sabab investor va trader o'rtasidagi chegaralar qayergacha? Kim nimalarga mas'ul? Shularni bilib olishligimiz kerak. Kelinglar, birinchi investor pozitsiyasi haqida gaplashsak. Investor birinchi navbatda kimga pul berayotganligini bilishligi kerak. Hozirgi vaqtlarda traderlar ko'payib ketganligi sabab kim professional emas bilishlik juda qiyin. Agar siz investor bo'lsangiz, pul bermoqchi bo'lgan odamingizni kamida 1-2 oy kuzatishligingiz kerak. Sababi uni pozitsiyasini, riskni qanday boshqaradi, umumiy bozor haqida tushunchasi qanaqa? Shularni bilib olasiz. Bundan tashqari siz traderlarda bozorda ishlaydigan uslublarni bilib borishligingiz kerak. Sababi bozorda savdo qilishlik uchun bir nechta uslublar bor. Bularga misol skalperlar. Skalperlar bir kunda 1 yoki 2 marta bitim ochadi va ularning asosiy pozitsiyasi depozitni naqdda ushlab turishlik. Har bir kirayotgan savdolari 5 minut yoki 10 minut vaqt oralig'ida aniq take profit yoki stop lossga boradi. Va ikkinchisi day traderlar. Day traderlar kuniga bir nechta bitimlar ochadi va ularda pozitsiyasi bir kun davomida vaqt oladi. Uchinchisi swing traderlar. Bular o'rta muddatga ishlaydi. Bir oydan 5-6 oygacha vaqt oralig'ida pozitsiyalarni tutishadi va eng muhimi investorlar. Investorlarning pozitsiyasi bir yildan bir necha yillargacha cho'zilishligi mumkin. Bunga misol, Bitcoinning maksimum narxi $126,000. 3 yilning ichida bu $16,000 dan $126,000 ko'tarildi. Yuqorida ko'rib chiqqanimizdek, traderlarni savdo qilishlik uchun bir necha uslublari bor. Bular investorlar uchun juda muhim. Yaxshi tushunishingiz uchun misol qilib olsak, investor bir traderga $100,000 depozit berdi. Birinchi oylarda holat yaxshi. 5-10% atrofida foyda olayotgandi. Lekin keyinchalik turli xil yangiliklar, global voqealar sabab bozorda keskin tushish boshlandi. Olingan coinlar yuqorida qolib ketdi. Mana shu holatlarda investor va trader o'rtasida jiddiy kelishmovchiliklar chiqishi mumkin. Albatta, mana shu holatlarni avvaldan kelishib olishlik kerak. Tabiiyki, bu holatda investor kelishuvni to'xtatishlikni xohlaydi. Trader bo'lsa, investorga umumiy holatni tushuntiradi. Ya'ni kutishlikni maslahat beradi. Shu sabab investitsiya qilayotganda aniq strategiyalar va umumiy holatlar kelishib olinishligi kerak. Endi traderlarning pozitsiyalari haqida gaplashamiz. Agarda traderlar o'ziga ishonsa, kelishuvdan avval bozordagi hamma holatlarni investorga tushuntiradi. Risklar kimning bo'ynida? Bozordagi umumiy strategiya, ya'ni qanaqa pozitsiyada ishlanadi. Shularni hammasini oldindan aniq kelishib oladi. Chunki bu jarayonda asosiy ishni qiladigan tomon bu trader. Ya'ni trader investordan olayotgan depozitini omonat sifatida qarashlik kerak. Ya'ni har bir kirilayotgan savdo bitimlariga mas'uliyatli bo'lishlik kerak. Risklarga e'tibor qilishlik kerak va FOMOga berilmaslik kerak. Ko'p odamlar bozorga bu coin 5-6 oyda yaxshi natija beradi. Ya'ni 1 yil ichida 100% yoki 200% gacha ko'tarilishligi mumkin degan psixologiya bilan savdoga kirishadi.
To'g'ri, bozor qisqa vaqtlarda 100%, 200% ko'tarilishligi mumkin, lekin bozor 100% bizlarning tahlillar bilan harakatlanmaydi. Ya'ni e'tibor qilishlik kerak bo'lgan holati qisqa vaqtlarda, misol uchun 100%, 200% ko'tarildimi, buni qaytishligi ham xuddi shunday tez harakatlanadi. Ba'zi holatlarda qisqa muddatli savdolar foydali bo'ladi. Ya'ni scalping. Ba'zi holatlarda esa investitsiya foydali bo'ladi. Ya'ni uzoq muddatli savdo bitimlari. Shu sabab treyderlar investorlar bilan kelishuv qilayotganda polni bozorda holatini tushuntirib berishlik kerak. Ya'ni o'zini ishlayotgan uslublarini, umumiy bozorda qay holatlarda tezroq foyda olishligi mumkin, qay holatlarda kamroq savdoga kirishlik kerak va eng asosiy jihati umumiy kelishuvlarni hammasini sharh qilishlik kerak. Endi treyderlarning pozitsiyalariga yaqindan aniqroq va chuqurroq kirishadigan bo'lsak, investor bilan treyderlar ishlayotganda shu 3 ta muhim qoidaga amal qilishlik kerak. Birinchi qoida: treyder hamma savdoga mas'ul. Treyder investorning pulini qabul qilgandan keyin har bir ochilgan orderlarga va har bir qilinayotgan analizlarga javobgar bo'ladi. Ya'ni qilinayotgan savdolarni va analizlarni investorga ochiq keltirib bera olishlik kerak. Bu holatda investorning ishonchiga kiradi va treyderlar uchun aniq bir hujjat bo'ladi. Misol uchun sizga investor $10,000 depozit berdi. Umumiy kelishuv bo'yicha $10,000 ustidagi foyda ikki tomonga bo'linadi. E'tibor qilinglar, shu orada sizlar birorta coin bilan savdo qilyapsizlar, shu orada aytildi $2,000 zarar bo'lib qoldi. Hammada savol tug'iladi. Bu holda nima qilishlik kerak? To'g'ri aytishlar mumkin, zarar investorning bo'ynida, lekin tanganing ikkinchi tomoni bor. Treyder bu holatda nima qiladi? Foyda olishlik uchun albatta qilingan zararni qoplashlik kerak. Ya'ni mana shu jarayonlarni investor va treyder to'liq kelishib olishlik kerak. Qancha zarar bo'lganda ishni to'xtatamiz. Ya'ni foyda qanchaga chiqqanda foydani bo'lishamiz. Hammasini aniq nuqta virguligacha kelishib olishligi shart. Ikkinchi qoida: ishlanadigan coinlarni hammasini aniq qilib olishlik kerak. Kripto bozorida ayrim vaqtlarda bir kategoriyadagi coinlar keskin harakatlanishligi mumkin. Misol uchun AI coinlar, gaming coinlar yoki fan tokenlari. Ba'zan ayrim coinlar qisqa vaqtlarda keskin ko'tariladi yoki buni aksi bo'ladi. Ya'ni keskin tushadi. Shuning uchun investor bilan ishlayotganda sizlar qanaqa coinlar bilan ishlaysizlar? Top 10 talikdagi coinmi yoki 20 talikdagi coinmi yoki xos qanaqadir kategoriyadagi coinlar bilan ishlaysizlarmi? Shularni aniq qilib olishinglar kerak. Mana maslahatim, top 10 talikdagi coinlarga qaysidir kategoriyani sherik qilib kelishib olishinglar kerak. Top 10 talikdagi coinlar, og'ir coinlar, kattaroq depozitlar bilan kiradigan bo'lsa-da, ayrim misol uchun aytaylik AI coinlarga kamroq risk bilan pump coinlarni bu holatda ushlashinglar mumkin. Ya'ni to'liq bu jarayonlarda sizlar aniq kelishib olishinglar kerak. Misol sifatida sizlarga yaqinda bo'lgan real savdodagi bir holatni aytib o'tsam. Bir necha kunlar avval Telegram kanalimda Agilada coinini pump bo'lishligi haqida ogohlantirgandim. Va Agilada coin 50% ga yaqin ko'tarilib qaytdi. Ba'zi obunachilarimiz 30%, 40% ishlab olishgan. E'tibor qilinglar, biza kutayotgan natija 50% bo'lsin, 70% bo'lsin, lekin buni aks ham bo'lishligi mumkin edi. Ya'ni biz bir coin analiz qildik. Misol uchun 50% ko'tarilishligiga, lekin buni aksi bo'lsa qanaqa pozitsiya ushlaymiz? Ya'ni aynan mana shu investorda puli bilan savdo qilayotganimizda agar bu holatlar oldindan kelishib olinmagan bo'lsa, juda jiddiy tushunmovchiliklar chiqarishligi mumkin. Shu sabab treyderlar investorlar bilan ishlayotganda bozordagi keskin harakatlarda hammasini to'liq tushuntirib berishlik kerak. 3-qoida: bozordagi keskin harakatlarni oldindan tushuntirishlik kerak. Yuqorida aytganimdek, kripto bozorida ba'zan kutilmagan agressiv holatlar bo'ladi. Bunga misol, bir necha yillar avval Pavel Durovni hibsga olinganligi. Bu hibsga olinganligi natijasida unga tegishli bo'lgan ton kripto valyutasi qisqa vaqtlarda bir necha foizlarga tushib ketgan. Endi e'tibor qilinglar, agarda sizlar umumiy siyosatdan xabardor bo'lmasa, aynan mana shu coinga investitsiya qilgan bo'lsanglar, aytaylik sizlar $10,000 bilan savdoga kirgansizlar va 5% stop loss, ya'ni $500 zararga stop loss qo'ygansizlar. Bozorda keskin tushishligi sabab sizlarning stop loss narxlarida bozor yopilmasligi mumkin. Ya'ni bu coin 40%, 50% gacha tushib ketishligi mumkin. Mana bu holatda sizlar qanaqa pozitsiya ushlaysizlar? Tabiiyki bu sizlarning aybinglar bilan bo'lmagan. Ya'ni sizlar to'g'ri stop loss qo'ygansizlar, bozorda keskin tushishligi sabab sizlarning stop loss narxlarida bozor yopilmagan. Endi e'tibor qilinglar, aynan mana shu holatlarda sizlar qanaqa pozitsiya ushlaysizlar? Investor bilan kelishuvlar qanaqa bo'ladi? Bu yerda o'ylashinglar mumkin. Misol uchun, investor to'g'ri bu
Misol uchun aytaylik 50% zarar bo'lgan, 40% zarar bo'lgan. Bu 40% 50% ga investor bo'yniga oladi. Ya'ni bu investorning bo'ynida. Endi trader nima qiladi bu holatda? Mana shu holatlarni sizlar aniq kelishib olishingiz kerak. Bu vaziyatda men shaxsiy tajribamdan kelib chiqib, bu investor bilan kelishuvni yakunlashligim mumkin. Sababi men $4000 qoplashlik uchun qanchadir vaqt sarflashligim kerak bo'ladi, asablarim ketadi, umumiy umrim o'tadi mana shu ustida. Ya'ni umumiy traderlarni holati bo'yicha bir fikrlaydigan bo'lsak, to'g'ri mana shu qarorga kelishadi. Mana shu holatlarni oldini olgan holda umumiy investor bilan kelishuv qilayotganda bozordagi hamma baland pastlarni aniq kelishib olishlik kerak. Qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, bu hamma kelishuvlarni shariat asosida qilishingiz kerak. Ya'ni muzoraba kelishuvini. Bu yerda e'tibor qilinglar. Investorlar necha foizgacha zararni ko'tara oladi? Kimdirlar 20% gacha zarar bo'lsa hamkorlik qiladi, kimdirlar 30% gacha, kimdirlar 40% gacha. Va trader sifatida sizlar investitsiya olayotganda bir o'ylab ko'ringlar. Sizlar 40% zarargacha kelishuv qilsanglar, 30% bo'lgandan keyin bu 30% likni qoplashlik uchun qancha vaqt sarflaysizlar? Sizlar umumiy necha pul olishinglardan qat'iy nazar to'liq holatni ko'rib chiqinglar. Va investorlar kimga pul berayotganligini to'liq o'rganib chiqishlik kerak. Agar siz investor bo'lsangiz yoki trader bo'lsangiz, yuqoridagi ma'lumotlardan foydalanib kelishuv qilishingiz mumkin. Albatta sizlar yuqoridagi ma'lumotlardan foydalanishingiz kerak. Kerak bo'lsa bu ma'lumotlarni yozib olinglar. Kripto trading bo'yicha foydali mavzular uchun albatta sahifamga obuna bo'ling.